Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aberdina Angus ishqibozlariga mana original Angus buqalarimizdan bor, gigant bo'ladiganlaridan. Shularni ozgina video obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Bugun hafta kuniga chorshanba 4-iyun sanaga. Bitta ichida alohida 3 ta kattarog'i bor. 1,5 yoshdan o'tgan. Tish buzishga kelib qolgan, hozir tish buzib qolgan, bittadan tish chiqaribdi ham. Rossiya yemlaydigan holatida bular. Qolganlari 1 yosh atrofida. Qolganlari ham yemga tayyor. Mana bular kichikroqlari ichida. Mana bu 3 tasi bo'lsa, bular mana ko'rishingiz mumkin. G'eta bo'ylari 1.30 atrofida. Bularni 1.30 atrofida. Mana o'ta yo'g'on narsalar. Ko'rib olib ko'rasizlar. Originalidan mana. Tozalaridan. Bular rossiyskiy anguslar. Mana bular ham tulayapti o'sha. Bo'ylari 1.20 atrofida bular. 1 yoshdan o'tib qolgan bular ham. Mana 1.20 atrofi, nargilar 1.30 shunaqa mana. Uchovsi bular razmeri bir xil. Keyin 5 ta mana bunaqa 1 yasharliklaridan bor ichida. 5 ta 1 yasharligisi bor. Bularni vaqtida bor. Yo'qda mana bular bor. Bitta bunaqa Mickey Mouse gibridi bor ichida. Mana bular bor. Shulari 1 yashar. Bular ham yemga tayyor yemlab boqilaveradi. Sivis kepek berib, bug'doy yormasini berib boqilaveradi. Kichkina patsoslar emas. Mana. Bu nargan o Mickey Mouse bo'lsa, shunday aroqroq mana tulayapti o'sha bular ham. Qishdan chiqqan bu mollar endi. Mana. Bular tulayapti mana bular. Anguslar. Shu eng kichkinasi mana shu bitta. Bitta joyda sotiladi, 8 tasi bir joyda. Manzil Qo'qonda, Naymansoyda. Telefon qilib chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ham qilib beriladi. Narxlarini 30 million unaqa demaymiz. 8 oyni bitta olaman deganlarga mana 3 ta kattasi ham ichida ketadi. Mana bu 5 ta bunaqasi mana. Mana shularni o'zi 21 million, 22 million sotib turilgan mollardan mana shular bo'ylari 1.20 keladi. Biz bularni hozir narxini bonus qilib beramiz. Mana shu anguslarni bitta joyda olaman deganlarga 8 ovsini 23 milliondan berib boramiz. Mana bularni bemalol go'shtiga ham 250 kilodan manimcha kelib qo'yadi. Shunaqa holatda yo'g'on, go'shtdor. Hali endi so'ygani bular uvolu, lekin endi aytyapman. Mana bular hali boqadigan. Ko'proq kerak deganlarga, xohlasa bular o'zimizga olib qo'ygan mollardan ertaga Rossiyadan yo'lga chiqadi. 2 ta furada yo'lga chiqadi. Telefon qilib chiqaverasizlar. Bir mashinada bitta furada anguslar, bittasida Herefordlar keladi. Shu 2 yashar, 3 yashar, 1,5 yoshdan 2 yoshgacha bo'lganlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qiziqqan tanishlarga tashab qo'yasizlar, podelitsa qilib, qo'llab-quvvatlab, like bosib turaverasizlar, obuna bo'lib. Xudo xolasa endi mana hozir yangilari keladi. Yana video obzor qilib ko'rsatib o'tamiz.